Assalomu alaykum hammaga. Kasr mavzusi IDC 6-mavzu. Oddiy kasrlar va ular ustida amallar. Birinchi misol, kasrni qisqartiring. Demak, kasrni qisqartirish degani o'nni ham, 20ni ham bir xil songa bo'lamiz. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi, 2 ga bo'lamiz. 10ni 2 ga bo'lsak 5, 24ni 2 ga bo'lsak 12. Bo'ldi. Bunda ham 14 bilan 35 nechiga bo'linadi? 14 va 35 ikkalasi ham 7 ga bo'linadi. Bir xil songa bo'lishimiz kerak. 14 7 ga bo'lsak 2, 35 7 ga bo'lsak 5. Hop, 42 bilan 56 nechiga bo'linadi? 7 ga. 7 ga bo'lamiz. Ham 7 ga bo'lamiz. 7 ga bo'lsak 6 ta, 7 ga bo'lsak 8 ta. 6 bilan 8 yana 2 ga bo'linadi. Biz buni yana 2 ga bo'lib olamiz. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 ta, 8 ni 2 ga bo'lsak 4 ta. 3 bilan 4 qisqarmaydi, shu holatda qoladi endi. Qisqarmay qolguncha qisqartirishda davom etib ketaveramiz. Va 4-misolda 12 taqsim 30 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lib olamiz. 12 ni 2 ga bo'lsak 6, 32 ga bo'lsak 15. 15 bilan 6 endi 3 ga bo'linadi. Ikkalasini 3 ga bo'lamiz. Bir xil songa bo'lishimiz kerak. 6 ni 3 ga bo'lsak 2, 15 ni 3 ga bo'lsak 5 bo'ldi. Boshqa bo'linmaydi. Shu ko'rinishda ketadi misollar, qiyin emas. 6-misolda 48 bilan 576. Iloji boricha kattaroq raqamga bo'lish kerak. Misol uchun men bilaman, bu ikkalasi 24 ga bo'linadi. 24 ga bo'lamiz. 48 24 ga bo'lsak 2 ta, 576 ni 24 ga bo'lsak 24 ta. Endi bu 2 bilan 24 yana 2 ga bo'linadi, yana 2 ga bo'lib olamiz. Natijada 2 ni 2 ga bo'lsak 1 ta, 24 ni 2 ga bo'lsak 12 ta. Javob mana shunday qoladi. Shu ko'rinishda misollar ishlanadi. 9-misol. 248 bilan 930. Ikkalasi nechiga bo'linishi mumkin? Tak, nechiga bo'linadi? 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'linmaydi ekan. 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 124. Buni 2 ga bo'lsak 465. 465 bilan 124 endi yana nechiga bo'linadi? 400 bilan bu ikkalasi yana bo'lamiz. 11 ga bo'linmaydi, 9 ga bo'linmaydi, 7 ga bo'lsak bo'linmaydi, 6 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'linmaydi. Demak, 13 ga bo'lsak bo'linmaydi. Nechiga bo'lsak bo'ladi ikkalasini? 39 ga bo'lsak, 17 ga bo'lsak, yana nechigadir bo'linishi kerak bu ikkalasi. Bu 5 ga bo'lsak 80, 93 tushadi ekan. 93 bo'linmaydi. 2 ga bo'lsak 93 ga bo'linadi. 93 ni 3 ga bo'lsak 31. Demak, 31 ga bo'linadi ekan ikkalasi. 31 tub son bo'lgani uchun ikkalasini 31 ga bo'lamiz. 124 ni 31 ga bo'lsak 4 ta ekan. 465 ni 31 ga bo'lsak 15 ta ekan.
Hop, ana. Bu misolda qanday topib oldim? 248 taqsim 300 930 dan oddiy ko'paytuvchiga ajratib chiqasiz sizlar birinchi. 2 karra 124 degan. Pastdagi ham 2 karra 465 degan. 2 bilan 2 ni biz 2 ga bo'lib yubordik boya. Endi 124 degani 2 karra 62 degani 465 degani 5 karra 93 degani. Hali qisqaradigan son ko'rinmadi. Buni yana ko'paytirib qilamiz. 2 karra 62 ni 31 qilsak, 93 ni ham 3 karra 31 qilamiz. Shuning uchun 31 bilan 31 qisqarib ketdi bizda. Tepada 2 karra 2 4 qoldi. Pastda 5 karra 3 15 qoldi. Shunday tarzda ham ishlasak bo'ladi. Yana xuddi shu usulda 12-misolda ishlab ko'ramiz. Barobar 210 da biz 2 karra 105 deb yoza olamiz. 294 da 2 karra 147 bo'ladi. Va 2 bilan 2 bizda bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketadi. 105 da 3 karra 35. 147 esa 3 karra 39 deb yozsak bo'ladi. 3 bilan 3 yana qisqarib ketadi. 35 da endi 5 karra 7 desak, 39 da 3 karra yo'q, mana 147 3 karra 49 bo'ladi. 49 da 7 karra 7 deb yoza olamiz. Bitta 7 bilan bitta 7 qisqaradi va 5 taqsim 7 qoladi javob. Buni ham shu usulda ishlasak, 2 karra 96 degani mahrajimiz 2 karra 144 degani. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 96 ni 2 karra 48 desak, 144 2 karra 72 bo'ladi. 2 bilan 2 ni qisqarib ketadi. 48 da 2 karra 24 desak, 72 ni 2 karra 36 deymiz. 2 bilan 2 ni qisqarib ketadi. 24 da 2 karra 12 desak, 36 ni 2 karra 18 deymiz. 1 bilan 2 ni qisqarib ketadi. 12 ni 2 karra 6 desak, 18 da 3 karra 6 deymiz. 6 bilan 6 bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketadi. Bizda 2 taqsim 3 qoladi. Shu tarzda 15-misolgacha ishlab ketaveradi. 15-misolda buni men 10 ga bo'linganini bilganim uchun 10 karra 216, pastda ham 10 karra 252 deb olaman. 10lar qisqarib ketadi. Endi 216 ni 6 karra 6 karra 6 qilib yozsam bo'ladi. 252 ni 2 ga bo'lsak, hop 6 ga bo'lsak, 6 karra 256 shunda 42 ta bo'ladi. Bu bilan bu 6 bilan 6 qisqarib ketadi. 42 ni yana 6 karra 7 deb yozib olsam, tepada yana 6 karra 6 bor. 6 bilan 6 qisqaradi. 6 taqsim 7 javob bo'ladi. Shu ko'rinishda ketaveradi misollar. Shu bilan kasrni qisqartirish degan mavzu tugaydi. 15-misolgacha qolgan misollarni o'zlaringiz ishlab ko'rasizlar. Rahmat hammaga.